kelinimga salom alaykum. Oha, kim ekan? Dadingiz. Sen ham dadamni yuziga eshikni yopdingmi? Bu meni otam bo'ladi. Shundaymi? Yana bir marta shunaqa qilganini ko'rsam, qo'lingni urib sindiraman. Bolajonim. Yana ichibdilar-da. Dada yana mehmonga kelibsiz-a? Ketaymi? Keting deganim yo'q, faqat ichmay keling. Ichganim yo'q, tushunyapsanmi? Ichganim yo'q. Bu nima bu? Bu grija bu. Mana o. Mayli, men bilan hisoblab ber. Kecha dadang mehmon keldimi? Ha, qayerdan bilasan? Shu kecha keldi, sen nomingga aroq olib ketdi. Of. Spirt ichyapsizmi dada? Spirt qanchalik zararligini bilasizmi? Yo'q, bir o'rganib olgandan keyin zarari yo'q ekan. So'radim. Qaysi doktor shunaqa dedi? Ko'chadagi bo'lmishlar. Qarzga narsa bermayman aka. Bir marta ber xo'p. Iloji yo'q. Bermaysan? Yo'q. O'z pulimga olaman. Alo dada, Hop. bugun pensiya puli tushar ekan, o'tgan safargidek hammasiga ichib qo'ymang. Xo'p. Adez bar o'chadilar. Ular uylantirib qo'yish kerak. Balkim o'shanda ichmasmidi. To'g'ri aytasan, ey. Dadam uylantirib ancha tinchib qoldik-a? Nimasini aytasiz? Ha, o'zim qarayman. Dada o'g'lim. Yana ichdingizmi dada? Yo'q. Onang bilan birga ichdik. Vodka piva, vodka piva, vodka детская аппаратива.